O'tgan dars bo'yicha topshiriq berilgan edi. Topshiriqni to'g'ri bajardingiz degan umiddaman. Ushbu topshiriqni birgalikda bajarib ko'ramiz. Demak, topshiriqda ikkinchi listdagi balans ichida topshiriqni bajaring. Pastda jarayonlar berilgan. Shu jarayonlarni ikkinchi listga qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Demak, birinchisi korxona hisob raqamidagi qoldiq 300 million so'm. Korxona hisob raqamidagi pul 51.10 shotda yuritiladi. Korxona hisob raqamida 300 million so'm qoldiq bor ekan. Buni qo'yib oldik. Keyingisi 15-yanvarda korxona Samo mas'uliyat cheklangan jamiyatga tovar uchun oldindan pul o'tkazdi. Summasi 60 million so'm. Demak, korxonamiz oldindan Samo mas'uliyat cheklangan jamiyatga 60 million so'm pul o'tkazibdi. Biz o'tgan darslarimizda kiruvchi avanslar va chiquvchi avanslar haqida gaplashgan edik. Agar biz kimgadir o'tkazib beradigan bo'lsak, oldindan pul o'tkazib beradigan bo'lsak, bu bizga chiquvchi avans hisoblanadi. Kimdandir bizga pul tushadigan bo'lsa oldindan, bu tovar uchun tushadigan bo'lsa yoki xizmat uchun tushadigan bo'lsa, bu kiruvchi avans hisoblanadi. Chiquvchi avanslarimiz biz uchun debitorlik qarzi hisoblanadi va bu aktiv hisoblanadi. Chiquvchi avanslarimiz 43.10 shotda yuritiladi. Kiruvchi avanslarimiz esa biz uchun majburiyat hisoblanadi. Kiruvchi avanslarimiz 63.10 shotda yuritiladi. Bu biz uchun majburiyat hisoblanadi. Demak, hozir biz o'tkazib beramiz. Demak, chiquvchi avans bo'lyapti. Chiquvchi avansimizni 43.10 shotda yuritamiz. Har bir chiqaradigan avansimizni hozirgi misolimizda alohida shotlar ochib yuritamiz. Demak, Samo mas'uliyat cheklangan jamiyatga oldindan pul o'tkazdikmi? 43.10 shotda Samoni ocha olamiz. Hisob raqamimizdan 60 million so'm oldindan pul o'tkazib berganimizda bizdan 60 million so'm pul chiqadi. Ya'ni 51.10 shotimizdan 60 million so'm pul chiqaramiz. Bu 51.10 shotni kreditlaymiz va 43.10 shotimizni 60 million so'mga debitlaymiz. Demak, biz oldindan pul o'tkazib berdik. 18-yanvarda korxona Samo mas'uliyat cheklangan jamiyatdan tovar xarid qildi. 100 million so'mlik. Demak, 60 million so'm pul o'tkazib bergan edik. 100 million so'mlik tovar xarid qildik. O'tgan darsimizda esingizda bo'lsa, biz oldindan pul o'tkazib bersak ham, tovar olamizmi, xizmat olamizmi, ish olamizmi, nima olgan taqdirimizda qarzdorlikni tan olamiz. Oldindan o'tkazib bergan pulimizga hozircha qaramaymiz degandik. Demak, 60 million so'mlik pul o'tkazib berdik, endi 100 million so'mlik tovar xarid qildik. Tovar xarid qilganimizda mol yetkazib beruvchidan majburiyatni tan olamiz. Mol yetkazib beruvchida oldidagi majburiyatimiz 60.10 shotda yuritamiz. Buni ham har bir korxona uchun alohida shot ochib olamiz. Demak, 60.10 shotni Samo uchun ochib olamiz. 100 million so'mlik tovar oldik. Demak, 100 million so'mlik bizga majburiyat yuzaga keldi. Tovar olganimizda esa korxonamizga tovar kirib keldi. Demak, o'tkazmani beramiz. Majburiyatlarning, ya'ni passiv shotning ko'payishi kreditda degandik. Biz tovar oldikmi? Bizda 100 million so'mlik majburiyat yuzaga keldi. Va majburiyat evaziga bizga tovar kirib keldi. Oldindan pul o'tkazib berdik va tovarni olib keldik. 43.10 shotda mol yetkazib beruvchi qarz. 60.10 shotda esa biz qarzimiz. Endi qarzlarimizni o'zaro hisob-kitob qilishimiz kerak. Qarzlarimizni o'zaro hisob-kitob qilishimiz uchun o'tkazib qo'ygan pulimizga va majburiyatimizga qaraymiz. O'tkazib qo'ygan pulimiz majburiyatimizdan kam bo'lsa, o'tkazib qo'ygan pulimizni hammasidan kechamiz. Demak, 60 million so'm o'tkazganmiz, 100 million so'mlik tovar olganmiz. Demak, 60 million so'm pulimiz bilan o'zaro hisob-kitob qilamiz. Bunda 43.10 shotimiz to'liq yopiladi va qoldiq qolmaydi. 60.10 shotimizda esa 100 million so'mlik tovar olganmiz. 60 million so'mini o'zaro hisob-kitob qildik. Samo mas'uliyat cheklangan jamiyatda bizda 40 million so'mlik qarzimiz qoldi. Xo'p, bu misolimizda biz kam pul o'tkazdikda ko'p pullik tovar olib keldik.
va natijada bizda majburiyat yuzaga keldi. Bizni o'tkazib qo'ygan pulimiz to'liq hisob-kitob bo'ldi. Keyingi misolimizda 21-yanvarda korxona Samira mas'uliyati cheklangan jamiyatga oldindan pul o'tkazdi. 40 million so'm. Demak, biz yana bir korxonaga oldindan pul o'tkazibmiz. Biz oldindan o'tkazgan korxonaning nomi Samira ekan. Yana bir 40-10 ochamiz va nomini Samira deb qo'yamiz. Bu korxonaga oldindan 40 million so'm pul o'tkazib beramiz. Demak, oldindan pul o'tkazganimizda 51-10 kreditlaymiz, chunki bizdan pul chiqib ketyapti. Aktivning kamayishi kreditda degan edik. 51-10 kreditlaymiz va 40-10 debitlaymiz. Bunda bir aktiv kamayib, ikkinchi aktiv ko'paydi. 23-yanvarda esa korxona Samira mas'uliyati cheklangan jamiyatdan ishlab chiqarish uchun sement mahsuloti xarid qildi. Demak, 21-da oldindan pul o'tkazdik, 23-da xom ashyoni olib keldik. 40 million so'mlik o'tkazganmiz, 30 million so'mlik olib kelganmiz. Biz yangi shotlarni ochib oldik. Bunda 60-10 Samira shotini ochdik. Bu Samira korxonasi oldidagi majburiyatimizni ko'rsatuvchi shot va 10 shot xom ashyoni ko'rsatuvchi shot. Samira mas'uliyati cheklangan jamiyatdan biz 30 million so'mlik xom ashyo oldik. Oldin o'tkazib qo'ygan bo'lsak ham, xom ashyo olganimizda biz qarzdorlikni tan olamiz. Majburiyatimizni 60-10 shotni kreditda qo'yamiz, chunki bizda qarzdorlik paydo bo'ldi va bizga xom ashyo kirib keldi, 10 shotni debitida qo'yamiz. Demak, biz 40 million so'm pul o'tkazib qo'yganmiz va 30 million so'mlik tovar olib kelganmiz. Demak, o'tkazib qo'ygan pulimizdan kam tovar olib kelganmiz. Qarzdorlikni endi 30 million so'mga hisob-kitob qilamiz. Demak, biz 40 million so'm o'tkazib berib, 30 million so'm tovar olganimizda mol yetkazib beruvchimiz bizga yana 10 million so'm qarz bo'ladi. 40-10 shot bizni o'tkazib bergan pulimizni hisobini yurituvchi shot hisoblanadi. 60-10 shot esa bizni qarzimizni hisobini yurituvchi shot hisoblanadi. Olib kelgan tovarimiz o'tkazib qo'ygan pulimizdan kam bo'lganligi uchun biz olib kelgan tovarimizni miqdoriga o'zaro hisob-kitob qilamiz. Ya'ni qarzimizni kechkinimizcha qancha tovar olib kelgan bo'lsak, o'shancha summaga qarzimizdan kechamiz. Bunda 40 million so'm o'tkazib qo'ygan edik, 30 million so'mlik tovar olib kelganmizmi, demak 30 million so'mlik qarzimizdan kechamiz. Bunda 40-10 shotimizda oldindan o'tkazib qo'ygan pulimiz 10 million so'm bo'lib qoladi va bizni xaridor oldidagi qarzimiz esa to'liq yopiladi. Va 3-holat 26-yanvarda korxona fayz mas'uliyati cheklangan jamiyatdan tovar xarid qildi. Demak, biz oldindan o'tkazmasdan tovar xarid qildik. 40 million so'm. Demak, fayz uchun alohida shot ochib oldik. Misolimizda biz 40 million so'mlik tovar xarid qildik. Demak, tovar xarid qilganda hamma vaqt qarzdorlikni tan olamiz. 40 million so'm biz qarzmiz deymiz va qarzimiz evaziga 29-10 shotda tovar kirib keldi. 40 million so'm. E'tibor bering, bu operatsiyani biz oldindan pul o'tkazmasdan qildik. Tovar oldik, biz qarzmiz dedik. Keyingi jarayonda korxona fayz mas'uliyati cheklangan jamiyatga 70 million so'm o'tkazib berdi. Qarang, biz 40 million so'm tovar olib keldikda 70 million so'mlik pul o'tkazib berdik. Ya'ni 30 million so'mga ortiqcha pul o'tkazib berdik. Bu jarayon qanday bo'ladi? Bu jarayonda biz ikkita o'tkazma beramiz. Chunki biz 40 million so'mlik qarzimiz bor. Bundan ortiq qarzimiz yo'q. Shuning uchun 40 million so'mga bitta o'tkazma beramiz. 40 million so'm hisob raqamimizdan pul chiqaramizda fayz mas'uliyati cheklangan jamiyat oldidagi qarzimizni uzamiz. 40 million so'mlik tovar olgan edik, 70 million so'm o'tkazyapmiz. Birinchi 40 million so'mini qarz uchun hisob-kitob qilamiz. Qolgan 30 million esa biz uchun oldindan to'lov hisoblanadi. 40 million so'mlik tovar olgan edik, 70 million so'm pul o'tkazib berdik. 40 million so'mi olingan tovar uchun hisob-kitob qilinadi va 30 million so'mi fayz mas'uliyati cheklangan jamiyatga oldindan to'lov hisoblanadi. Endi 30 million so'mga o'tkazma beramiz. Hisob raqamimizdan 30 million so'm chiqim qilamizda fayz mas'uliyati cheklangan jamiyatga 43-10 shotga 30 million so'mni debitiga qo'yib qo'yamiz. Demak, biz 3 xil holatni ko'rdik. Birinchisida
Samo mas'uliyat cheklangan jamiyat. Kam pul o'tkazib berib, ko'p tovar olib keldik. Ikkinchisida Samira mas'uliyat cheklangan jamiyat. Ko'p pul o'tkazib berib, kam tovar olib keldik. Uchinchisida faiz mas'uliyat cheklangan jamiyat. Biz tovar olib keldik-da, olib kelgan tovarimizdan ko'proq pul o'tkazib berdik. Siz konspektingizga har bitta o'tkazmani alohida tahlil qilib, mohiyatini yaxshilab tushunib oling. Amaliyotda bunday ko'rinishdagi o'tkazmalar har kuni beriladi.